Imomqulixon Nazarbiy Naymani o'limga hukm qilmoqchi bo'ladi, lekin oraga tushgan Nodir Devonbegi Nazarbiy Naymanni o'limdan asrab qoladi. Imomqulixon Hakim Qoziqni qabul qildi va shu vaqtda Hakim Qoziq qilichni Imomqulixonga taqdim qilmoqchi bo'ldi va o'sha jarayonda qilichni qinidan sug'urmoqchi bo'ldi deydi. Va lekin qilich qinidan sug'urilmadi deydi. Shunda Imomqulixon qilich qinidan sug'urilmadi-ku deb Hakim Qoziqqa gapirgan vaqtda Hakim Qoziq bizni qilichimiz do'st hukmdor oldida qinidan chiqmaydi degan gapni aytadi. Bu Imomqulixonga juda ham yoqib tushdi va shundan keyin Hakim Qoziqni tez chaqirdi. Imomqulixon bundan juda ham g'azablanadi va g'azablangan holatda shu yerdagi aholini mol-mulkini tortib olib jazolashni buyuradi. Lekin Nodir Devonbegi o'rtaga tushadi. Nodir Devonbegi nafaqat devonxona boshqaruvchisi Devonbegi mansabida turgan, nafaqat markaziy boshqaruvdagi kengash faoliyatida asosiy o'rinda turgan, ya'ni hukmdorga o'z so'zini o'tkazadigan, taklif tavsiyalar beradigan boshqaruvdagi muhim shaxs bo'lgan, balki kezi kelganda qo'liga qurolini otga minib mamlakatning chegaralariga xavf solayotgan kuchlarga qarshi kurashadigan shaxs ham bo'lgan. Shu jihatini ham biz bemalol ochib bera olamiz. Bu bo'yicha manbalar yetarli. Mana yuqorida o'z aytganingizdek, xavfsizligini ta'minlash uchun bir qancha harbiy harakatlar uyushtirgan va bular bo'yicha ma'lumotlar mavjud. Assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilar. Turon tarix va tahlil ko'rsatuvining navbatdagi soni yana siz bilan. Bugun ko'rsatuvimizda tarixda o'ziga xos iz qoldirgan shaxslardan biri bo'lgan Nodir Devonbegi to'g'risida so'z yuritamiz. Bu bo'yicha suhbatni olib borish uchun studiyamizga biz O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti markaz boshlig'i, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Jumaniyaz Sangirovni taklif qilgan ekanmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Taklif uchun rahmat aytaman. Jumaniyaz Nodir Devonbegi jumlasi ishlatilganda ko'pincha bizning ko'z oldimizga odam siymosidan ham ko'ra ko'proq Buxoro shahrining eng go'zal tarixiy obidalaridan biri gavdalanadi. Umuman ushbu obidaning Nodir Devonbegi siymosiga qanday aloqasi bor? Shu to'g'risida ozgina bir fikringizni bilsak, o'shanga qarab keyin suhbatimizni davom ettirardik. Albatta, bilamiz, bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotini salmoqli qismini deylik, turizmdan kelayotgan daromad tashkil qiladi. Va bu turizmdan kelayotgan daromadni tag zaminida bizni tarixiy ildizlarimiz, tarixiy merosimiz turibdi. Ya'niki mana butun dunyoga mashhur bo'lgan Buxoro, Samarqand shaharlariga tashrif buyuruvchi turistlar, sayyohlar albatta bizda ota-bobolarimiz tomonidan qurilgan binolarni ko'rish uchun tashrif buyuradi. Va mana shu binolar bizni ajdodlarimiz tomonidan bunyod etilgan. Shunday binolardan biri Buxorodagi mashhur va juda ham ko'rkam, yuqorida o'zingiz aytganingizdek, Labi hovuz ansambli. Va mana shu ansambldagi Nodir Devonbegi madrasasi, xonaqohi, u yerdagi hovuz albatta biz bugun ko'rmoqchi bo'lgan, suhbatlashmoqchi bo'lgan Nodir Devonbegi shaxsi bilan bog'liq. Ya'ni bu shaxs tomonidan qurilgan. Nodir Devonbegini ko'p o'rinda yuqorida o'zingiz aytganingizdek, mana shu imorat bilan bilamizda, Nodir Devonbegi madrasasi bilan aslida bu shaxsni hayotiga kiradigan bo'lsak, bu shaxsni hayotiy faoliyati bilan tanishadigan bo'lsak, anchayin keng. Bundan boshqa ishlari ham mavjud. Zarborli, salmoqli ishlari ham mavjud. Va bu haqida bemalol aytish mumkin. Va nima uchun aytish mumkin? Sababi Nodir Devonbegining hayoti, faoliyatini yoritib beradigan manbalar, hujjatlar yetarli.
Bo'lmasa keling o'sha Nodir Devonbegi shaxsiyatining tag zamiriga so'z yuritsak-da, o'sha bolalik davrlari, umuman bolalik davrlari qanday kechgan, u qanday katta sahnaga kelib qolyapti, shu to'g'risida bir ozgina so'z yuritsangiz. Albatta, har qanday shaxs tug'iladi va hayoti to faoliyatigacha albatta ta'lim tarbiya oladi. Uni oilasi va mana shu ta'lim tarbiyasi, oilasi haqida ma'lumot olish shaxsning qaysidir bir ko'p jihatlarni ochib berish imkoniyatini beradi. Chunki u buyuk shaxs bo'lib yetish uchun albatta oilasi, ta'lim tarbiyasi asosiy rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan Nodir Devonbegida ham Nodir Devonbegi aynan 1568-yilda dunyoga kelgan, tug'ilgan. Uni otasini ismi haqidagi ma'lumotlar biz davrimizgacha hujjatlarda saqlanib qolgan. Xususan otasi Sulton Mirzo hisoblanib, yirik yer egasi hisoblangan. O'z davrining yirik yer egasi. Samarqand viloyati Orlot qishlog'iga qarashli Sangloq suvi aynan shu shaxsga tegishli bo'lgan. Uning nazoratida bo'lgan. Albatta, Nodir Devonbegining otasini nazoratida bo'lgan. Uni onasi haqida, onasini ismi haqida bizda ma'lumotlar hozircha yo'q, lekin keyingi tadqiqotlar balki buni yana ham oydinlashtiradi. Va o'z davrida Nodir Devonbegi ham voyaga yetgandan so'ng turmush qurgan. Undan ikkita qiz farzand dunyoga kelgan va bu qizlar haqidagi ma'lumotlarimiz bor. Ya'ni ularning birining ismi Og'ajon, birining ismi Oyim hisoblanadi. Qayerdan ma'lumot bor? Bugungi kunda Toshkentda Milliy arxivda aynan Og'ajon va Oyimga tegishli bo'lgan arxiv vaqf hujjatlari saqlanib qolgan. Demak, bu shaxslar bor. Shu bilan birgalikda tarixchi, ko'zga ko'ringan arbob Mudribiy Samarqandiy o'zini asarida 1624-yilda Nodir Devonbegi Samarqand viloyatida hokimlik qilib yurgan vaqtda o'g'il farzand ko'rganligi haqidagi ma'lumotni qoldiradi. Demak, Nodir Devonbegini hozirgi ma'lumotlar asosida aytishimiz mumkin, ikkita qizi va bir o'g'li bo'lgan. Uni ta'lim tarbiyasi albatta dastlab oilada otasidan boshlangan. Otasi ham o'qimishli shaxs bo'lgan. Ya'ni Sulton Mirzo. Keyingi ta'limi bevosita Samarqand va Buxorodagi madrasalar bilan bog'liq. Ya'ni ta'lim tarbiyani dastlab oilasida, keyin maktabda va undan keyin madrasada davom ettirgan bu shaxs. Yana bir jihatni unutmasligimiz kerak. Uni tug'ilishi va ta'lim tarbiya olish jarayoni Turonda bir ko'tarinkilik davriga to'g'ri keladi. Sababi 1556-1557-yillarda Shayboniylarning ko'zga ko'ringan vakili Abdullaxon hokimiyat taxtiga kelgandi va hokimiyat taxtiga kelishi bilanoq Turondagi boshqa qishloqliklarga barham berib, tinchlikni o'rnatib, ham siyosiy jihatni, siyosiy barqarorlikni ta'minlab, iqtisodiy va madaniy jihatdan ko'tarinkilikni boshlab bergan. Yagona davlat atrofida jipslash. Albatta. Ya'ni Abdullaxonning bunday qilgan ishlari o'z navbatida albatta mamlakatda nimaga olib keldi? Siyosiy barqarorlikni ta'minladi. Siyosiy barqarorlik nimani yuzaga keltirdi? Olimlarning shu hududda, Turon hududida ilm olishiga va uni o'rgatishiga sababchi bo'ldi. Ta'lim olish jarayoni ham bevosita Nodir Devonbegining mana shu davriga to'g'ri keladi. Ya'ni Abdullaxon davriga to'g'ri keladi. Demak, siyosiy barqarorlik natijasida Nodir Devonbegi yaxshi ta'lim tarbiya olgan. Bu uning keyingi faoliyatiga ham, ya'ni siyosiy faoliyatiga ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatmay qo'ymagan albatta. Endi Jumanyoz, men shu Nodir Devonbegi to'g'risida bir risola o'qiganimda xon saroyida nazarimda go'yoki birdan yuqori lavozimga ko'tarilganday bo'ldi. Balki men adashayotgandirman. Uning qanaqadir xon oilasiga bir qarindoshlik rishtalari bo'lganmi, yo'qmi? Juda o'rinli aytdingiz, savol qo'ydingiz. Birdan ko'tarilishi. Endi aslida Nodir Devonbegi birdan hokimiyat tepasiga chiqib qolmadi. Ko'pchilikka bunday ko'rinishini sababi nimada? Sababi
uni devonbegilik faoliyatigacha bo'lgan jarayoni, ya'ni kechgan umri haqidagi ma'lumotlarning kamligi, deyarli yo'qligi desak ham bo'ladi. Shu nuqtai nazardan birdan devonbegi qiyofasida gavdalanadi manbalarda. Aslida Nodir Devonbegini to devonbegi darajasigacha, markaziy hokimiyatda devonbegi darajasigacha chiqqungacha bo'lgan faoliyati bor. Значит, u pilla poyadan o'tib kelgan. Sekin chiqib borgan, birdaniga devonbegilikka chiqmagan. Ana shunday faoliyatidan eng ko'zga ko'rinarlisi bu Samarqanddagi faoliyati, ya'ni Ashtarxoniylar, Shayboniylar inqirozidan keyin Ashtarxoniylar 1600-1601-yillarda Turonda hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Va bu sulolaning ilk vakili, amaldor hokimiyatni qo'lga kiritgan vakili Boqi Muhammad edi. Boqi Muhammad hokimiyatni qo'lga kiritganidan so'ng yirik viloyatlarni qarindoshlariga va munosib xizmat ko'rsatganlarga berdi. Shu nuqtai nazardan Samarqand viloyati boshqaruvini Imomqul Xonga topshirdi. Imomqul Xon hali yosh edi bu vaqtda va boshqaruvda unga yordam beradigan otaliq tayinlash kerak edi va bu otaliq sifatida Nodir Devonbegi tayinlandi. Va mana shu Nodir Devonbegi Imomqul Xon yonida Samarqand boshqaruv ishlari Imomqul Xonga yordam berdi. Bu Nodir Devonbegini siyosiy faoliyatdagi tajriba orttirishidagi katta qadam bo'ldi. Mana shu qadam kelajakda Nodir Devonbegini markaziy hokimiyatni, Imomqul Xon markaziy hokimiyatni egallagan vaqtda markaziy hokimiyatdagi eng muhim mansabni qo'lga kiritishiga undadi. Mana yuqorida taqdimotimizda ham Imomqul Xon tasviri keltirilgan, o'z davrida chizilgan va keyingi faoliyati Imomqul Xon bilan kechdi. Endi bu yerda Samarqanddagi boshqaruvda Imomqul Xonga yaqindan yordam berganligini bir nechta omillar bilan ifodalash mumkin. Birinchisi, Imomqul Xon Samarqandni muvaffaqiyatli boshqarganligi. Ikkinchisi, Imomqul Xon markaziy hokimiyatni egallaganidan so'ng devonbegilikka Nodir Devonbegini tayinlaganligi. Agar o'sha vaqtda bu Uddaburon Imomqul Xon yonida yordam bermaganida, Uddaburon shaxs bo'lmaganida edi, Imomqul Xon albatta uni o'ziga yaqinlashtirmagan bo'lardi keyinchalik markaziy hokimiyatga kelgan vaqtda. Demak, uning o'zida ham iste'dod bo'lgan. Albatta. Imomqul Xon buni o'sha anglagan va markaziy hokimiyatga kelgandan so'ng eng muhim mansabni unga bergan. Va yana bir jihatga to'xtalib o'tish kerak. Markaziy hokimiyatda devonbegi mansabini qo'lga kiritgandan so'ng ham uning qilgan ishlari ichki siyosatda, tashqi siyosatda ko'zga ko'rinarli ishlarni amalga oshirdi. Qilgan ishlari uning qobiliyati bor ekanligini ham ko'rsatadi. Mana hozir bu haqida to'xtalishimiz ham mumkin. Hozir masalan adabiyotlarni kuzatadigan bo'lsak, umuman Nodir Devonbegi faoliyat to'g'risida unaqa keng yoritilmaganda. Uning sabablari nimada? Uning qanaqadir o'ziga xosliklari bo'lgan? Albatta, Nodir Devonbegini devonbegilik faoliyati davrida qilgan ishlari juda ham ko'p. Siyosiy, ichki siyosatda bo'lsin, tashqi siyosatda bo'lsin. Buni sababi bu shaxs bilan bog'liq bo'lgan manbalarning kam tadqiq etilganligi, bitta joyga to'planib tahlil qilib berilmaganligi. Lekin agar biz buni hammasini bir joyga olib, to'plab tahlil qilsak, bir qancha jihatlar ochiladi. Keling shu haqida suhbatlashaylik. Mana ichki siyosatda Imomqul Xon 1611-yilda hokimiyat taxtini egallagandan so'ng devonbegilikka tayinladi Nodir Devonbegini va ichki siyosatda Imomqul Xonni muvaffaqiyatini ta'minlagan shaxs bo'ldi Nodir Devonbeg. Sababini tushuntiray. Mana biz Imomqul Xonni Ashtarxoniylar sulolasining eng ko'zga ko'ringan vakili sifatida bilamizda. Bu shaxsning bu darajaga yetishiga nafaqat o'zini salohiyati, balki uning atrofidagi shaxslarning ham salohiyati ta'sir bo'lgan, salohiyatining ta'siri bo'lgan. Mana Yalangtosh deymiz, o'zlarini ko'zga ko'ringan vakil, ham Imomqul Xon davri vakili. Xuddi shunday undan qolishmaydigan Nodir Devonbegi ham Imomqul Xonning amaldorlaridan biri. Uning yonida turib, boshqaruv ishlarida unga o'zini so'zini o'tkaza olgan va kezi kelganda to'g'ri yo'lga sola olgan shaxs. Mana ko'p misollar ham bor bu bo'yicha. Xususan 1612-yilda Imomqul Xon Toshkentga harbiy yurish amalga oshiradi, Toshkentni egallaydi, ya'ni Toshkentni qayta Toshkentdagi isyonlarni bostirib, markaziy hokimiyatga yana Toshkentni qayta bo'ysundiradi va ortga Buxoroga qaytayotgan vaqtda Oxu ovini uyushtiradi. Yo'lda Oxu ovlaydi, lekin shu yerda yashovchi aholini qo'pol qilgan harakati tufayli Oxular qochib ketadi. Ovlanmay qoladi natijada Oxuni. Imomqul Xon bundan juda ham g'azablanadi va g'azablangan holatda shu yerdagi aholini
mol mulkini tortib olib jazolashni buyuradi. Lekin Nodir Devonbegi o'rtaga tushadida bu nomaqbul, to'g'ri ish emas ekanligini Imom Qulixonga tushuntirgan holatda hukmdorning g'azabidan qo'rqmasdan o'rtaga tushib, bu aslida bunga hududiy aholi aybdor emas ekanligini isbotlab beradi. Va isbotlab berishi natijasida Imom Qulixon bu qarorni bekor qiladi. Shu boya aytganimdek jazodan hududiy aholini qutqarib qoladi. Nodir Devonbegida shohni so'zdan qaytaradigan darajada jur'at kuchli bo'lgan. Albatta, o'z so'zini hukmdor oldida ayta olgan va hukmdorni kezi noto'g'ri qaror chiqarsa, noto'g'ri ekanligini isbotlab berib, buni qaytara olgan. Demak, shoh ham buni qabul qila olganda o'z navbatida. Albatta. Chunki bu shoh nima xohlasa o'shani bajargan, lekin u so'z o'tkaza olgan. Albatta, hukmdorni bu jihatda qaytara olgan. Yana bir jihat, mana tarixiy manbalarda aytiladiki, Imom Qulixon davrida iqtisodiy barqarorlik, tinchlik o'rnatildi-da. Imom Qulixon kechasi oddiy kiyimni kiyib shahar aylangan degan ma'lumotlar keltiriladi va doimo o'sha shahar aylangan vaqtda uni yonida Nodir Devonbegi ham bo'lganligi haqida ma'lumot keltiriladi. Ya'ni oddiy kiyimda Imom Qulixon shahar aylanyapti, xalqning ahvoli bilan tanishyapti, o'z ko'zi bilan ko'ryapti, uni yonida Nodir Devonbegi ham bo'lyapti. Va u ham oddiy kiyimda Imom Qulixon bilan birgalikda shahar aylanib, xalqning ahvolini o'z ko'zlari bilan ko'ryapti. Bu qilayotgan ishlarini samaradorligini ham ko'rsatadi. Endi jamiyatdagi Devonbegi mansabida jamiyatdagi nohaqliklarga ham qarshi kurash olib borganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan Tojiddin Hasanxo'jani bir xizmatkori uni aldagan holatda bir tuyasini va arqonini, boshqa tuyadagi ortilgan mol-mulklarni o'g'irlab qochib ketib qoladi. Tojiddin Hasanxo'ja bevosita Nodir Devonbegiga murojaat qilib, uni topib berishini aytadi. Nodir Devonbegi mansabda, shu Devonbegi mansabida o'zini xizmatkorlariga buyuradi. Ushbu masalani ko'rish haqidagi manbalarda, Matlabi Tolibinda bu haqida ma'lumot keltiriladi. O'sha xizmatkor deydi, Samarqand bozoridan topib olib kelindi va Tojiddin Hasanxo'jaga topshirildi deydi. Demak, jamiyatdagi mana bunaqa o'g'irliklar, jamiyatda tinchligini buzadigan ishlarga qarshi ham mansabda turgan ish borganligini ko'rishimiz mumkin. Bu endi ichki siyosatdagi jarayonlar. Ichki siyosatda boshqa masalalar ham bor. Bu haqida ham keling, shu aniq misollar ham keltiray. Misol uchun Abulay Sulton haqidagi ma'lumot. Abulay Sulton bu Qozoq sultoni. U Imom Qulixonni dastlab Imom Qulixonga qarshi bo'lgan, lekin keyinchalik shartnoma tuzilganda Imom Qulixon uni qiziga uylanib, Andijon boshqaruvini aynan Abulay Sultonga bergan. Abulay Sulton Andijon boshqaruvini oladi va bir safar Buxoroga tashrif buyuradi. Bu Buxoroga tashrif buyurgan vaqtda hududiy boshqa o'sha amaldorlar bilan kelisha olmay qoladida va bu shu darajada kelisha olmaslik urush qilichni qindan chiqarishgacha boradi va Abulay Sultonni o'sha yerdagi amaldorlardan biri o'ldirib qo'yadi. Va bu o'sha amaldorni bu amaldor o'ldirishda o'sha ayblagan Imom Qulixon uni o'limga hukm qiladi. O'sha amaldorni o'limga hukm qiladi. Lekin o'rtaga tushgan Nodir Devonbegi bu bexosdan bo'lganligi va bunda u shaxsning, ya'ni yuqorida aytganimdek, bu shaxsning ismini manbalarda aniqlashimiz mumkin. Matlabi Tolibin asar muallifi bu shaxsni Nazarbiy Nayman deydi. Nazarbiy Nayman o'ldirib qo'ydi. Qirg'izlardan bo'lsa kerak. Nayman. Yo'q, qirg'izlardan emas. Nayman deydi. Aynan o'sha Nayman, Nazarbiy Nayman deydi. Nazarbiy Nayman o'ldirib, Imom Qulixon Nazarbiy Naymanni o'limga hukm qilmoqchi bo'ladi, lekin oraga tushgan Nodir Devonbegi Nazarbiy Naymanni o'limdan asrab qoladi. Bu Nazarbiy Naymanni ishi emas ekanligini o'sha ko'rsatib berishga harakat qiladi va buni o'sha uddalaydi. Haqiqatan ham Nazarbiy Nayman tomonidan Abulay Sulton o'ldirilmaganligini ko'rsatib beradi. Nodir Devonbegi ichki masalalarni hal qilgan. Uning tashqi siyosatga ta'sir qay darajada bo'lgan? Nodir tashqi davlatning o'sha tashqi siyosatini yuritishda uning o'ziga xos ta'siri bo'lgan? Albatta, Imom Qulixonning yonida turgan bu shaxs tashqi siyosat yuritishda eng muhim shaxs, eng muhim insonlardan biri bo'lgan, eng muhim mansabni egallab turgan va tashqi siyosatdagi roli yuqori bo'lgan Nodir Devonbegini yuqorida aytganimdek
Imomqulixon davrida qo'shni hududlar bilan, xususan Hindistonda hukmronlik qilayotgan Boburiylar bilan, Eronda hukmronlik qilayotgan Safaviylar bilan yoki Rossiyada hukmronlik qilayotgan Romanovlar bilan va o'z navbatida Turkiya hududlarida hukmronlik qilayotgan Usmoniylar bilan keng ko'lamli aloqalar amalga oshirilgan. Hatto Xitoyga ham elchilar jo'natilgan va bu jarayonda Nodir Devonbegimning o'rni katta bo'lgan. Aloqalarning do'stona bo'lishida bir qancha misollar ham keltirishimiz mumkin. Xususan Imomqulixon davrida Hindistonda hukmronlik qilayotgan Boburiylar bilan munosabatlar buziladi. Bunga Badaxshon masalasi sabab bo'ladi. Ya'ni Boburiylar Badaxshonda hokimiyatni egallash uchun harakat qiladi. Natijada munosabatlar yaxshi bo'lmay qoladi. Buni hatto shu Jahongir shoh davrida Hindistondan Imomqulixon huzuriga Hakim Hoziq boshchiligida elchilar jo'natiladi. Bu elchilar Buxoroga keladi, lekin Imomqulixon buni qabul qilmaydi. Buni qarangki, 6 oy Buxoroda yashaydi, lekin Imomqulixon qabul qilmaydi. Munosabat juda ham yomonlashib boshlaydi. Endi bu vaqtda ochiq tan olishimiz kerak, Ashtarxoniylar boshqaruvi ostidagi hududlar bilan Boburiylar boshqaruvi ostidagi Hindiston o'rtasida savdo aloqalari juda ham yaxshi edi. Bu savdogarlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Savdo aloqalarini to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto urushga ham sababchi bo'lishi mumkin. Urush kelib chiqishi mumkin. Aynan mana shu jarayonda Nodir Devonbegi aralashadida aloqalarning yaxshilanishiga sababchi bo'lib ketadi. Ya'ni bu qanday kechadi? 6 oy o'tgandan keyin Nodir Devonbegi Hakim Hoziq Nodir Devonbegi bilan uchrashib, mana shu masalani bayon qiladi. Nodir Devonbegi o'z navbatida Imomqulixonga Hakim Hoziq elchiligini qabul qilishga harakat qiladi. Ya'ni qabul qiling Hakim Hoziq elchiligini degan ma'noda Imomqulixonga bir necha marotaba yig'ilishlarda, kengash yig'ilishlarida xabar beradi. Imomqulixon bu masalaga endi to'g'ridan-to'g'ri 6 oy qabul qilmadi, to'g'ridan-to'g'ri Imomqulixon albatta qabul qilmaydi. Hukmdorning sha'niga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qabul qilmay qabul qilish. Shunda bir usulni o'sha qo'llaylik deydi, ya'ni Imomqulixon ovga ketish oldida, men ovga ketishimdan oldin yo'l yoqasiga narsalarni, ya'ni o'zini olib kelgan sovg'alarni terib qo'ysa, Hakim Hoziq taktika qo'llashar. Albatta. Bunday Nodir Devonbegning o'rni bordi. Nodir Devonbegi Hakim Hoziqqa buni yetkazadi va o'z navbatida Imomqulixon ovga ketish jarayonida yo'l yoqasiga, ov ketish yo'li ustiga Hakim Hoziq sovg'alarni terib qo'yadi. Imomqulixon o'tib borar ekan, bir sovg'alarga qarab qo'yadi-da, Nodir Devonbegi aytadi, sovg'alarning hammasini deydi, parvonachiga inom qildim deydi, parvonachi mansabdagi shaxsga. Va berib yuboradi deydi. Shunda Hakim Hoziq bir qilishniga narsa olib qoldi deydi, qolgan hammasi parvonachi oldi deydi, sovg'alarning hammasini. Keyin Imomqulixon o'tib ketdi va oradan bir qancha vaqt o'tib, Nodir Devonbegi yana o'rtaga tushib, oxiri Hakim Hoziqni Imomqulixon huzuriga kiritishga ko'ndirdi Imomqulixon. Ya'ni Imomqulixonni Hakim Hoziqni qabul qilishga ko'ndirdi deydi. Imomqulixon Hakim Hoziqni qabul qildi va shu vaqtda Hakim Hoziq qilichni Imomqulixonga taqdim qilmoqchi bo'ldi va o'sha jarayonda qilichni qinidan sug'urmoqchi bo'ldi deydi. Va lekin qilich qinidan sug'urilmadi deydi. Shunda Imomqulixon qilich qinidan sug'urilmadi-ku deb Hakim Hoziqqa gapirgan vaqtda Hakim Hoziq bizni qilichimiz do'st hukmdor oldida qinidan chiqmaydi degan gapni aytadi. Bu Imomqulixonga juda ham yoqib tushdi va shundan keyin Hakim Hoziqni tez-tez chaqirdi, ziyofatlarga chaqirdi va yaxshi muomala qilib jo'natdi deydi. Va buni natijasida munosabatlar Boburiylar bilan munosabatlar yaxshilanib ketdi. Demak, bu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, Nodir Devonbegning o'rni katta. Ya'ni Hakim Hoziqni Imomqulixon oldiga olib kirgan shaxs bu Nodir Devonbegi. Munosabatlarni shu o'rinda iliqlashtirib yuborgan ham Nodir Devonbegi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yaxshi tomonga og'ishiga sababchi bo'lyapti. Yoki qozoqlar bilan, qozoq sultonlari bilan munosabatlarda ham bu jarayon yorqin ko'zga tashlanadi. Xususan bugungi kungacha Sharqshunoslik institutida Nodir Devonbegini Qozoq sultoni Jahongir sultonga yuborgan xat saqlanadi. Ana shu xatda shunday jumlalar keltiriladi. Sizni deydi, Jaloyboy Soqol boshchiligida yuborgan Imomqulixonga yuborgan elchilaringiz Imomqulixon tomonidan yaxshi kutib olindi va sizga siz so'ragan Sayram viloyati boshqaruvi berildi. Siz Sayram viloyatini boshqaring, Imomqulixonni iznidan chiqmang, unga qarshi isyon ko'tarmang. Sizni o'sha ijobiy qabul qilyapti, sizga ijobiy munosabatda
degan jumlani keltiradi. Endi biz bundan nimani anglashimiz mumkin? Bundan Imom Qulixonni Qozoq sultonlari bilan bo'lgan munosabatlarda ham Nodir Devonbek asosiy o'rinda turganligini guvohi bo'lamiz. Yana bir jihat, Romanovlar o'z davrida Imom Qulixon huzuriga Ivan Xoxlov boshchiligida elchi jo'natgan. Bu elchilarni kutib olish, Imom Qulixon bilan uchrashtirish jarayonida ham Nodir Devonbek asosiy rol o'ynagan. Ivan Xoxlovning esdaliklarida bu haqida ko'p ma'lumotlarga duch kelishimiz mumkin. Umuman bularning barchasi Nodir Devonbekni, Nodir Mirzo Devonbekni Devonbegi mansabi sifatida markaziy boshqaruvda tashqi siyosatni olib borishda Imom Qulixonni oldidagi o'rni yuqori ekanligi, nufuzi yuqori ekanligi va ko'p xizmatlari bor ekanligini ko'rsatadi. Endi Jumanyoz bu yerda yana bitta haqli savol tug'iladi. Endi Buxoro xonligini o'sha paytda 1600-yillar ko'radigan bo'lsak, hudud jihatdan juda katta bo'lganda, bu yoq Qozoq dashtlaridan to Kaspiy, bu yoq Xitoy deysiz, bu yoq Hindistongacha territoriya cho'zilgan. Buncha katta davlat ushlab turishda davlatning xavfsizlik masalasi qanday yo'lga qo'yilgan? Bu yerda o'sha xavfsizlik masalalarida Nodir Devonbekning o'rni bo'lganmi, yo'qmi? Umuman xavfsizlik masalalariga ham bir to'xtalsangiz yaxshi bo'lardi. Albatta, juda o'rinli savol berdingiz. Bu Nodir Devonbegi nafaqat devonxona boshqaruvchisi Devonbegi mansabida turgan, nafaqat markaziy boshqaruvdagi kengash faoliyatida asosiy o'rinda turgan, ya'ni hukmdorga o'z so'zini o'tkazadigan, taklif tavsiyalar beradigan boshqaruvdagi muhim shaxs bo'lgan, balki kezi kelganda qo'liga qurolini otga minib mamlakatning chegaralariga xavf solayotgan kuchlarga qarshi kurashadigan shaxs ham bo'lgan. Shu jihatini ham biz bemalol ochib bera olamiz. Bu bo'yicha manbalar yetarli. Mana yuqorida o'z aytganingizdek, xavfsizligini ta'minlash uchun bir qancha harbiy harakatlar uyushtirgan va bular bo'yicha ma'lumotlar mavjud. Xususan, Eron safaviylariga qarshi mamlakatning janubiy chegaralarini xavfsizligini ta'minlash uchun qilgan ishlari. Men bemalol ikkita harbiy harakatini aytishim mumkin. Birinchisi 1617-yilda amalga oshirilgan. Xususan, 1617-yilda Nodir Devonbegi Imom Qulixonni buyrug'iga binoan 30 ming kishilik qo'shin bilan harbiy harakat boshlaydi. Xuroson hududlariga, hozirgi Turkmaniston va qisman Eron hududlariga to'g'ri keladi. Eronning shimoliy hududlariga to'g'ri keladi. Aynan shu hududlarga Xurosonda Obivard, Darjaz hududlariga va Mashhadgacha kirib boradi. Obivard Darjaz yo'lidagi bir qancha hudud kichik qalachalarni egallashga muvaffaq bo'ladi 30 ming kishilik qo'shin bilan. Mashhadgacha borib, Obivard mana shu hududlarni egallab, Nodir Devonbek ortga qaytadi. Qarang, 30 ming kishilik qo'shin bilan harbiy harakat uyushtiryapti va muvaffaqiyatli yurish bilan ortga qaytyapti. Demak, unda sarkardalik qobiliyati ham mavjud bo'lgan. Bu paytda Safaviylarda qancha qo'shin bo'lgan? Chunki Safaviylar ham biz bilan juda katta bir imperiya bo'lganda. Endi bu 1617-yilgi harbiy harakatlarda Safaviylar qo'shini qancha ekanligini tilga olishmaydi. Ya'ni bu jang haqida Iskandarbek Munshi o'zining asarida keltirib o'tadi va bu o'sha asarida aynan Safaviylarning qancha qo'shini borligini qayd etib o'tmagan. Shu nuqtai nazardan bunga qat'iy bir jihatga, qat'iy bir narsa deyish qiyin. Ikkinchi yurish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ikkinchisi 1632-yilda amalga oshiriladi. Ya'ni 1632-yilda Nodir Devonbegi Imom Qulixon buyrug'iga binoan Buxoroda ikki qismga bo'lingan katta qo'shin yo'lga tushadi. Birinchi qismiga Abdulaziz bilan Yalintosh Bahodir boshchilik tayinlanadi, ikkinchi qismiga aynan Nodir Devonbegi boshchilik tayinlanadi va Nodir Devonbegining ostida, qo'l ostida bu vaqtda 15 ming kishilik qo'shin mavjud edi. Va bu qo'shin bilan Nodir Devonbegi Marvga qarshi harbiy harakat uyushtiradi va muvaffaqiyatli harakat uyushtiradi. Va bu harakat jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, u vaqtda Marv viloyat hokimi vafot etgandi. Uni o'rniga Murtazaqul Qojar Marv viloyat hokimi etib tayinlangandi. Bu Murtazaqul Qojar hali yorliqni olib Marvga yurayotgan va Marv qal'asiga hali kirmagan. Va qal'a atrofida Nodir Devonbegi bilan to'qnashadi va bu to'qnashuv mag'lubiyatga uchraydi va Nodir Devonbegi tomonidan asir olinadi.
Bu vaqtda endi siyosiy jarayon kengroq qaraymiz masalaga. Ashtarxoniylar demak Eron safaviylariga shimoldan yurish qilayotgandi va aynan shu vaqtda qulay vaziyatdan foydalangan Turkiya hududlarida hukmronlik qilayotgan Usmoniylar janubdan Eronga safaviylarga qarshi harakat boshlaydi. Va bu o'sha harakat natijasida Eron safaviylar og'ir vaziyatda qoladi. Yuqorida aytganimdek Nodir Devonbegning muvaffaqiyatli harakati ham safaviylarni cho'chitib qo'yadi. Natijada safaviylar Ashtarxoniylar bilan shartnoma imzolashga majbur bo'ladi. Shoh Abbos Ashtarxoniy Imomqulxon huzuriga elchilarni jo'natadi va shartnoma tuziladi. Shartnomaga binoan endilikda Nodir Devonbegi Marvgacha bo'lgan hududlarni egalladi dedim. Yuqorida Muzo Soqulov Qo'jorovni asr oldi dedi. O'sha hududlari o'z navbatida bu paytda Abdulaziz bilan Yalangtosh Bahodir ham Moruchaq qalasini egallagan. Moruchaq hududi boshqaruvi hammasi Ashtarxoniylarga beriladi. Shartnomaga asosan ular hammasi Ashtarxoniylar. Shartnoma Ashtarxoniylar bajarish kerak bo'lgan jihat harbiy harakatlarni to'xtatish. Va harbiy harakatlar to'xtaydi. Imomqulxon bunga o'sha rozi bo'ladi va muvaffaqiyatli harakatdan keyin Nodir Devonbek yana bir marotaba muvaffaqiyatli, zafarli Buxoroga qaytib boradi. Bu ham Nodir Devonbekning harbiy harakatlarida sarkardalik mahorati mavjud ekanligini ham ko'rsatadi. Nafaqat amaldor, balki harbiy sarkarda ham ekanligini ko'rsatadi. Endi shu o'rinda Nodir Devonbekning yana bir jihatiga to'xtalaylik. Bu viloyat hokimi sifatida. Manbalarda mana tadqiq etishi, ayniqsa Mudribiy Samarqandning tazkiralarini ko'rish Nodir Devonbegini nafaqat markazda Devonbegi mansabda turganligini, balki bu shaxs hududiy viloyat hokimi sifatida ham ish olib borganligini guvohi bo'lamiz. Xususan 17-yuzillikning 20-yillarida Nodir Devonbegi Samarqand viloyat hokimi ham bo'lgan. Markaziy boshqaruvdan o'rniga Samarqand viloyati hokimi sifatida jo'natilgan. Nima uchun? Sababi markaziy boshqaruvda shaharlar viloyat nuqtai nazaridan Samarqand Buxorodan keyingi eng yirik shaharlardan biri bo'lgan, eng yirik viloyatlardan biri bo'lgan. Uni boshqaruvi ham nihoyatda katta ahamiyatli bo'lgan. Shu nuqtai nazardan ham viloyat boshqaruvi, ya'ni viloyat hokimi sifatida yuborilgan Nodir Devonbegi. Endi Nodir Devonbek bu viloyat boshqaruvi davrida ham bir salmoqli ishlarni qilgan. Manbalarda bu haqida ma'lumotlar bor. Xususan mana taqdimotga qaraydigan bo'lsak, Go'ramir, ya'ni Amir Temur maqbarasini tasvirini ko'rishimiz mumkin. Mana shu maqbara bilan bog'liq xotiralar ham borda Nodir Devonbegini Samarqand viloyati hokimligi davrida. Ya'ni qandayki, bundan oldingi jarayonga to'xtalib o'tishimiz kerak. Nodir Devonbegidan oldingi davrda, ya'ni Shayboniylar davrida, Abdullaxon davrida Samarqand viloyati hokimi bo'lgan Hojibiy Otaliq bir farmon chiqaradi. Unga binoan Samarqand viloyatidagi Samarqand shahrida joylashgan Amir Temur maqbarasini ziyorat qiluvchilar bilan bog'liqda bu jarayon. Shu o'rinda masalaga yana ham oydinlik kiritaylik. Amir Temurning shaxsi u vafot etgandan keyin yo'qolib qolmagan. Bu shaxsning ulug'ligi, xalq tomonidan uni o'sha ulug'lash Shayboniylar davrida ham, Ashtarxoniylar davrida ham davom etgan. Ya'ni Shayboniylar davrida ham, Ashtarxoniylar davrida ham xalq Amir Temurni ulug' shaxs sifatida, ulug' ajdod sifatida bilishgan. Hurmatini joyiga qo'yishgan. Kelib, uni qabrini ziyorat qilishgan. Ziyorat qilib ketishgan. Bu jarayon shu darajada davom etdi deydi o'sha Hojibiy Otaliq Samarqand viloyati hokimi davrida. Ayrim ziyoratchilar deydi, ziyorat odobidan chiqib ketishdi deydi. Bu maqbaraning ichiga kirib deydi, Amir Temurda qabrining ustiga ham chiqish holatlari bo'ldi deydi. Ba'zi bir qabr ustida ba'zi bir yomon odatlarni chiqarishdi deydi. Natijada Hojibiy Otaliq maqbarani, qabr joylashgan maqbaraning xonasiga kirishni taqiqlovchi farmon chiqardi. Viloyat hokimi o'zini farmonini chiqaryapti. To'g'ri qarorni chiqaryapti viloyat hokimi. Qaror chiqardiki deydi, endi ziyoratchilar maqbaraning ichiga kirmaydigan bo'lishdi deydi. Yopib qo'yishdi deydi, tashqariga kelib, tashqarini aylanib, o'sha yerda amallarni bajarib qaytib ketadigan bo'ldi deydi. Maqbaraning qabrning tahqirlanishini oldini olish uchun deydi. Bu endi albatta ziyorat odobini bilmaydiganlardan tashqari biladiganlarni ham o'rtada kirishga ko'maksiz bo'lmaydi-yu. Boshqa shaxslarga ham kirishga to'sqinlik qilib qo'yadida.
Nodir Devonbegi buni anglagan holatda o'zini viloyat hokimligi davrida bu qarorni bekor qildi. Lekin oldingi qilingan xatolarni oldini olish uchun bir to'g'ri qaror chiqardi. Uni qaroriga binoan endilikda ziyoratchilar haftani bir kuni, ya'ni chorshanba kuni kirishi mumkin. Qabr maqbarani ichiga kirishi mumkin, qabrni ziyorat qilishi mumkin chorshanba kuni va shu bilan birgalikda oldingi odatlar bo'lmasligi uchun ichkarida bitta kuzatuvchi bo'ladi. Ular nazorat qilib turadigan, qarab turadigan, ular qarab turadigan bir kuzatuvchi bo'ladi. Shu kuzatuvchini tayinladi. Qarang, siz ham kuymaydigan, kabob ham kuymaydigan, qilmaydigan qaror chiqaryapti va bu qarorga binoan to'g'ri qaror bo'lyapti-da. Ziyoratchilarning haq-huquqlarini cheklab ham qo'ymayapti. O'z navbatida ziyorat odobini bilmaydiganlarni nojo'ya ish qilishlarini oldini olyapti. Bu ham bu viloyat hokimi sifatida aqlli ekanligini, to'g'ri qarorlar chiqarganligini guvohi bo'lishimiz mumkin bu orqali. Endi Jumanyoz mana Nodir Devonbegi to'g'risida ancha bir salmoqli so'zlari, fikrlari bildirdingiz. Bu insonning soyada qolib ketishining sababi nimada? Bizning nazarimizda masalan tarixiy hujjatlarda, tarixiy adabiyotlarda Nodir Devonbegining nomi unchalik ham ko'p yuritilmagan. Bunga sabab nima bo'lgan? Buni sababi nimadaki, ma'ruzani, ya'ni o'sha suhbatimizni boshida aytganimdek, bu shaxs haqidagi ma'lumotlarni, manbalardagi ma'lumotlarning kam tadqiq etilishi. Oxirigacha o'rganilmagan. Albatta. O'zi Ashtarxoniylar sulolasi davriga oid bo'lgan juda ko'p manbalar bor. Va bularni biz bemalol ayta olishimiz mumkin 100 dan oshiq. Agar biz tarixiydan tashqari boshqa tur manbalarni ham o'sha qo'shadigan bo'lsak, juda ham ko'p, salmog'i juda ham ortadi. Endi bu manbalarning ko'pchiligi hamon to'laqonli tadqiq etilmagan. Va bu manbalarni tadqiq etgan holatda uni ichidagi Nodir Devonbegiga oid bo'lgan ma'lumotlarni bir joyga to'plash bu shaxs haqidagi ma'lumotlarni ochish imkoniyatini beradi. Mana yuqorida aytgan ma'lumotlarim ular bitta manbada keltirilmagan. Bir nechta manbalar jamlanib, misol uchun Bahrul Asrordan olindi, Silsilatus Salotin asaridan olindi, Imom Qulxon nomi asaridan olindi, Matlabu Tolibun asaridan olindi. Bu aytadigan ma'lumotlar o'z navbatida hujjatlardan olindi va shu o'rinda ta'kidlab aytib o'tishim kerak, qolgan hali men o'sha tilga olmagan manbalar ham anchagan. Silsila Xo'jayboniy Naqshbandiy o'sha asarini o'qib chiqadigan bo'lsak, unda ham Nodir Devonbegi haqidagi ma'lumotlar bor. Bu jihatlarni ham o'sha ochiq-oydin aytish kerak, ularni ham olish kerak. Umuman aytmoqchimanki, bu shaxs haqidagi ma'lumotlar manbalarga sochilib ketgan. Ularni tadqiqotga muhtojda bu bo'yicha yig'ib taqdim qilsak, albatta bu shaxs haqida yana ham ko'p ma'lumotlar ochiqlanadi. Qiziq manbalar va ko'pchilikka, menimcha o'quvchilarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Bu shaxs bo'yicha, hayoti bo'yicha hatto bir yirik dissertatsiya ham qilish mumkin deb ayta olaman. Tarqoq ma'lumotlarni to'plab, tahlil qilib. Jumanyoz Nodir Devonbegining bevosita qurdirgan obidalari, imoratlari to'g'risida ham o'zini bir so'z yuritsangiz. Albatta, Nodir Devonbegini abadiylashtirgan ishlar faqat uni mansabidagi qilgan ishlardangina iborat emas. Uni eng katta abadiylashtirgan ish bu albatta qurdirgan imoratlar. U o'zida o'sha mavjud bo'lgan mablag'ni shaxs sifatida, ya'ni amaldor katta miqdorda o'sha mablag'i bor. Bu mablag'lar hisobidan juda ko'p qurilishlarni amalga oshirgan. Bularda eng o'sha ko'zga ko'rinarlisi, mana taqdimotning ko'pda Nodir Devonbegi dastlab o'sha hovuz, undan atrofidagi imoratlar. Demak, hovuz ham bevosita Nodir Devonbegi tomonidan. Albatta. Ya'ni 1619-1620-yillarda Nodir Devonbegi Buxoro shahri markazida kengligi 36, uzunligi 42, chuqurligi 5 metr bo'lgan ulkan hovuz qurdiradi. Uni oldida keyin 1622-1623-yillar oralig'ida Nodir Devonbegini madrasasi
quriladi. Madrasa ham kichkina emas, kattagina madrasa. Xususan, uni o'lchovi 52 metrga 49 metrni tashkil qiladi. O'z navbatida 2 qavatli, 4 tomondan o'sha hujralar o'tiradi, 2 qavatli 71 ta hujrasi bo'lgan. Endi bu kichkina o'sha sonlar emas. Juda katta. Albatta. Shu bilan birgalikda xonaqohni bunyod etiladi. Nodir Devonbek xonaqohi bilan biz bilamiz. Undan tashqari Buxoroda boshqa ishlarni ham amalga oshirgan. Xususan, o'zigacha bitmay qolgan Ko'kaldosh madrasasini qurilishini nihoyasiga yetkazgan. Nihoyasiga yetkazgan. Poytaxtdan tashqari boshqa shaharlarda ham o'sha bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan. Albatta. Mana bu Nodir Devonbek madrasasini o'zini ko'rinishi bo'lsa, qarang qanday chiroyli o'sha bunyod etilgan. Keyingisi mana Ko'kaldosh madrasasini ichki tomondan ko'rinishi. Endi uni yana bir e'tiboringiz mana yuqorida aytganingizdek, Buxorodan tashqari boshqa shaharlarda ham u tomonidan qurdirilgan imoratlar bugungi kungacha saqlanib qolgan. Xususan, Samarqandga borsangiz, Tashqi Sherdor nomi bilan mashhur madrasa mavjud. Aynan Nodir Devonbek tomonidan qurilgan. Mana ushbu madrasa Tashqi Sherdor, ya'ni sher tasviri tushirilganligi uchun xalq tomonidan Tashqi Sherdor deb atalgan. Endi jumladan savol tug'iladi. Biz odatda Turkiyaning ramzi sifatida bevosita bo'rini bilardik. Nima uchundir masalan Samarqand, Buxoroda bunyod etilgan binolarda sher tasviri tushirilgan? Bu nimani bildiradi? Bilasizmi, ko'pchilik aytadilar, hayron bo'ladi sher tasviri tushirilganligiga. Endi bir jihati o'zi Turonda sher yashaganmi degan savol tug'iladi. Yo'q, bunga shubha qilmaslik kerak. Ko'pchilik sher desa ko'z oldida gavdalangan Afrikadagi sher gavdalanadi. Yo'q, Turonda sher bo'lgan, yo'lbars. Turon yo'lbarsi. Albatta, yo'lbars. Sher, yo'lbars. Mana shu ikkita jumla bu albatta til leksika bilan bog'liq. Men hozir masala boshqa bo'lganligi uchun bunga juda ham chuqur to'xtalib o'tirmoqchi emasman, lekin sher mavjud ekanligini va bu faqat Ashtarxoniylar davrida paydo bo'lib qolmagan bu narsa. Misol uchun Galanto Sherdor madrasasiga sher tasvirini tushirgan, shundan keyin boshlanib ketmagan. Aslida bu ildiz ancha qadimiyroq. Xususan Ashtarxoniylardan oldingi davrlar, Temuriylar davriga nazar soladigan bo'lsak, Amir Temur Shahrisabzda Oqsaroy qurdirdi. Oqsaroyda ham aynan bezaklarga e'tibor bersak, sher tasviri tushirdi. Albatta. Demak, bu yaqinda paydo bo'lib qolmagan. Yana bir jihati, mana manbalardagi uzuq-yuluq ma'lumotlar asosida Ashtarxoniylar davri bayrog'ini shakllantirishga muvaffaq bo'ldik va ana shu bayroqda ham sher tasviri bo'lgan ekan. So'nggi davri davlat bayrog'ida ham sher tasviri bo'lgan. Mavzusi bo'yicha bir alohida bitta ko'rsatib o'qisak bo'lar ekanda, chunki hozir men uchun yangilik bo'lib turibdi bu narsa. Menimcha ko'pchilikka ancha qiziqarli bo'ladi. Bu to'g'rida bir chiroyli alohida ko'rsatib o'qisak. Albatta. Endi masalani o'ziga qaytadigan bo'lsak, Samarqand tashqarisidagi Sherdor madrasasi ham, Tashqi Sherdor madrasasi ham aynan Nodir Devonbek tomonidan bunyod etilgan Samarqand viloyati hokimlik davrida. Demak, bu Nodir Devonbekning bunyodkorlik ishlari butun mamlakat shaharlari bo'ylab tarqalganligini ko'rsatadi. Maroqli suhbatingiz uchun Jumaniya sizga katta rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Bu bo'yicha Nodir Devonbek to'g'risida bizga chiroyli suhbatlarni izhor qilgan O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti markaz boshlig'i, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Jumaniya Sangirovga katta rahmat deymiz. Xudo xohlasa keyingi ko'rsatuvlarimizda yana sizni qiziqarli mavzular bilan kutib qolamiz degan niyatdamiz. Katta rahmat. Rahmat. Taklif uchun rahmat. Keling, shu o'rinda bir xulosani aytmadik-ku, xulosa qilmadik. Yo'q. Xulosani endi kesib tashlaymizmi? Hozir aytsangiz, endi xulosa desangiz, buni keyin o'tkazib qo'yamiz. Jumaniya keyin xulosa o'rinda o'zim charchab ketdim. Jumaniya Nodir Devonbek to'g'risida bir chiroyli suhbatimizni davom ettirdik. Keyin xulosa o'rnida bevosita Nodir Devonbek to'g'risida nimalar degan bo'lardingiz? Bu shaxs yuqorida aytganimdek keng qirrali shaxs. Tariximizda o'chmassiz qoldirgan, ya'ni mansab, ya'ni qanday mohir sarkarda, qobiliyatga ega bo'lgan sarkarda, o'z navbatida boshqaruvda ulkan tajribaga ega bo'lgan davlat arbobi va bunyodkor
shaxs, ya'ni o'zini moddiy mablag'larini ayamaydigan bunyodkor shaxs va o'z navbatida kamtar va xalq dardi uchun harakat qilgan, mol dunyoga ko'ngil qo'ymagan inson. Buni bunday deyotgan, bunday xulosa berayotganligimni sababini ham qisman izohlab ketay. Mana yuqorida ma'lumotli joylarda aytish imkoniyati bo'lmadi, lekin xulosada o'sha buni aytmoqchi bo'lib turgandim. Ya'ni uni o'limi, vafoti jarayoni, umrining so'nggi yillari ham juda o'rnakli. 1641 yil Imom Qulxon taxtdan voz kechib hajga ketadi, haj qilish uchun yo'lga tushadi va mana shu Imom Qulxonni oldida Nodir Devonbek ham bo'ladi. U ham haj amali uchun yo'lga tushadi. Ya'ni u Devonbek demak boylikni, butun dunyosini tashlab yo'lga chiqadi. Va Makka Madinada haj amalini o'sha o'taydi va o'sha jarayonda ham Turondan borgan ziyoratchilarga yordam beradi. Xususan Muhammad Tolib Matlabu Tolibning asarida Nodir Devonbek bilan birga haj uchun ketgan shaxsni tilga oladi va u otasi bilan borganligi, Nodir Devonbekidan o'sha jarayonda moddiy qiyinchilikka uchrab qolgan vaqtda katta yordam olganligini, Nodir Devonbek unga yordam berganligini eslaganligini asarda qayd etib o'tadi. Bu o'sha joyda ham odamlarga yordam berganligini yorqin guvohi. Saxovatpesha inson bo'lgan. Saxovatpesha inson. Shu jihatdan yuqoridagi xulosani bemalol ayta olaman. Ya'ni Nodir Devonbek ulkan tajribaga ega bo'lgan davlat arbobi, mohir sarkarda, bunyodkor shaxs va o'z navbatida saxiy, xalqparvar inson bo'lgan. Va shu o'rinda yana bir jihatni aytib o'tishim kerak. Bu shaxs haqidagi manbalardagi ma'lumotlar tarqoq va turli manbadagi ma'lumotlarni yig'ib, to'plab, hali bu shaxs hayoti faoliyatini tadqiq etish kerak. O'ylaymanki, bu shaxs hayoti faoliyati kelajakda bir alohida tadqiqotlar talab qiladi va katta tadqiqotlar uchun zamin eshik ochib beradi. Haqiqatdan ham Nodir Devonbek mavzusi juda qiziq va keng qamrovli bo'ldi. Bu shaxs to'g'risida menimcha bitta ko'rsatuvga butun hayoti, uning faoliyatini jamlash qiyin ekan. Bu to'g'risida o'sha qilgan ishlari to'g'risida, qilgan olib borgan yurishlari, uning diplomatiyasi to'g'risida keyingi ko'rsatuvlarimizda yana bir so'z yuritsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi.